Kelinchilik, hamma ish faqat meni bo'ynimda. Bolaga qara, ovqat qil, maktabdan olib kel, qonni to'qmi, kiyimi tozami, kasal bo'lmayaptimi? Kattalarning ovqatiga qara, erining kiyimini tayinla, qaynonangga qara. Men uchunchi kim qayg'uradi? Kim jon kuydiradi? Hammasidan charchadim. Hammasidan to'y. Endi ko'zingni yumib tasavvur qil. Bo'mbo'sh uy, oilasizsan, qaynoning ham yo'q. Qale, o'zingni rosa baxtli his qildingmi? Balki vaqti kelgandir. Bor narsaga shukr qilish. Farzandlaring ovozsiz uy g'urbat-ku. Qaynonang bilanchi? Qarisi bor uyi, farishtasi bor-ku. Asosiysi o'z uyingda, kasalxonada emassan-ku. Farzandlaring mazza qilib, chokotelli, choko kremlarni yeyapti-ku. Kiyimlariga oqizib, kir qilib. Baxt-ku bu. Ko'p emas, yana 2-3 yil qizlaring, o'g'illaring bo'yi yetib senga yordamga kiradi-ku. O'zing qiynayapsan. Yaxshi kelin bo'laman deb ruhingni cho'ktiribsan-ku. Borligincha bo'l undan ko'ra.